Mani ko'pchilik o'rtoqlarim, tanishlarim 24 soat telefonda bo'lib qolishgan. Bu juda ham hozirgi zamonga yomon. Nimagaki, ko'pchilikda baxbaqa chiqyapti, iholka chiqib qolyapti. Bu nimani hisobiga bo'lyapti? Chunki 24 soat biz pastga qarab telefon o'ynayapmiz. Men ularga хотя бы mashq qilib turinglar, хотя бы bunda o'zinglarni tikka tutinglar deb aytaman. Uni ham qilmayapti. 1 yildan keyin bular aniq baxbaqasi chiqib qoladi hamda bukirib qolishadi. Keyin aytishadi, nimaga menda unaqa muammolar bo'lyapti? Men har doim yaxshi ratsionda yurganman, to'g'ri ovqatlanganman, lekin bilishmaydiki, что telefonda bunday egilib, pastga qarab yurishganda ularda shu kelib chiqayotganini. Baxbaqa muammosi hamda holka muammosi bo'lsa, lipolitik qilinadi. Lipolitik nima qilib beradi? Lipolitik bizani bunday ketkazib beradi hamda uglejolik chiqarib beradi. Holkani tik tutishga yordam beradi hamda holkani yo'qotib beradi. Qizlar, oddiy telefonda shuncha muammolar kelib chiqyapti. Bu hozircha ikkita muammo. Bundan ham ko'p muammo kelib chiqmasligi uchun o'zingizni ehtiyot qiling.